Assalomu alaykum. Ismim Qobiljon va hozir sizga bizneslarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qiluvchi China platformasini ko'rsatib o'taman. Bu platforma SQE Bank va GDG tomonidan o'tkazilgan Fintech hackathon davomida yasalgan va 3-o'rin olib g'olib bo'lgan. Tahlil qilish o'zi nima uchun kerak? Tahlil qilish bank uchun mana shu biznesga kredit berish qanchalik to'g'ri ekanini bilishga ishlatilinadi. Undan tashqari biznes egasi tomonidan masalan qanchalik shu biznesni boshlash to'g'ri ekanini aniqlashga yordam beradi. Keling sizga platformani ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda mana shu tahlil uchun kerakli ma'lumotlar kiritib o'tiladi. Masalan, boshida oddiy biznes ma'lumotlari. Aytaylik, qahvaxona ochmoqchimiz. Demo uchun ma'lumotlar oldindan kiritib qo'yilgan. Agar bizda prezentatsiya bo'lsa, uni yuklashimiz va sun'iy intellekt o'zi to'ldirib beradi. Shunaqa funksiyasi ham bor. Xo'p, aytaylik, qahvaxona ochmoqchimiz. Bu uchun oddiy ma'lumotlarni kiritib o'tamiz. Masalan, qahvaxonaning nomi, uni turi va tavsifi. Shundan keyin davom etamiz va qahvaxonani qayerda ochmoqchi ekanimizni tanlaymiz. Aytaylik, universitetim o'rnida qahvaxona ochmoqchiman. Yangi O'zbekiston universitetidan belgilayman va yana qo'shimcha ma'lumotlarni kiritib o'taman. Bu yerda ko'proq klient haqidagi ma'lumotlar so'raladi, bular ham kiritib o'tiladi. Masalan, kuniga nechta mijoz keladi, o'rtacha chek qancha bo'ladi. Shu narsalar, undan keyin qancha miqdorda kredit olmoqchi biznes egasi va qancha kapitali bor, olingan kreditni qayerga ishlatadi. Shu narsalar kiritib chiqiladi. Shundan keyin sun'iy intellekt agentlari mana shu ma'lumotlarga qarab biznesni tahlil qilishni boshlashadi. Hozir tahlil jarayoni ketmoqda. Mana, lokatsiyasi bo'yicha 55, nega deyilgan savolga masalan yonida masalan raqobatchisi 274 metrda Costa Coffee bor yoki yana boshqa qahvaxonalar. Hop, raqobatchilari bor ekan yonida. Klient qayerdan keladi? Trafik qayerdan keladi? Mana shu savolga ham bu yerda javob berib ketadi. Undan tashqari bu yerda yana bir nechta metrikalar bor. Hop, bu biznes egasi uchun bo'lgan ko'rinish. Biznes egasi kelib to'ldirsa, mana shu narsalarni ko'radi. Bank xodimi uchun esa mana bunday joy ham bor. Bu yerda bank xodimi mana shu biznes egalari tomonidan to'ldirilgan tahlillarni ko'rib chiqadi va bu tahlillarni ko'rib chiqib, agar to'g'ri kelsa, to'g'ridan-to'g'ri biznes egasi bilan bog'lanish ham mumkin. Undan keyin bizda yonida chat bot bor. Yonida masalan bemalol gaplashib turib, mana shu savollarga javob berishda sun'iy intellektdan foydalanish mumkin. Undan tashqari gaplashib ham to'ldirsa bo'ladi. Hozirgi holatda SQE Bank bilan birga mana shu proyektni kengaytirish va amalda qo'llash bo'yicha kelishuvlar olib borilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.